Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Efirda Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmatining Farg'ona vaziyat 24 informatsion dasturi. Demak, bugun dasturimizda Qo'qon shahridagi ijtimoiy profilaktik tadbirdan lavha, Farg'ona shahridagi sayyor sud tafsilotlari, Furqat tumanida jinoyat muhokamasi, Beshariqda topilgan 2 yoshli bolakaning yaqinlari topilmayapti. Shu va boshqa xabarlar bugungi dasturimizdan o'rin olgan. Qo'qon shahrida nazoratdagi shaxslar ishtirokida ijtimoiy profilaktik hamda huquqiy targ'ibot tadbiri o'tkazildi. Ularning muammolari va murojaatlari tinglanib, hal qilish choralari ko'rildi. Mamlakatimizda qonun ustuvorligi va jazo muqarrarligini ta'minlash bilan birga bilib-bilmay jinoyatga qo'l urgan shaxslarni qayta tarbiyalash, sog'lom hayotga moslashtirish hamda ijtimoiy qo'llab-quvvatlash borasida samarali tizim yo'lga qo'yilgan. Bu jarayonda huquqiy targ'ibot tadbirlarining o'rni va ahamiyati beqiyosdir. Viloyat prokurori hamda viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i tomonidan Qo'qon shahrida o'tkazilgan tadbir ham ana shunday maqsadni o'zida mujassam etdi. Tadbirda probatsiya nazoratida turgan, muqaddam sudlangan, jinoyat sodir etishga moyil va alohida toifadagi shaxslar, ularga mas'ul etib biriktirilgan mutasaddilar, mahalla yetiligi a'zolari ishtirok etdi. Uchrashuvda so'z olganlar Prezidentimizning 2025-yil 3-yanvar kuni qabul qilingan birinchi sonli qarori mazmun mohiyati, unda belgilab berilgan ustuvor vazifalar, shuningdek Vazirlar Mahkamasining obod va xavfsiz mahalla tamoyili asosida mahallalarda ijtimoiy profilaktika tizimi samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori asosida amalga oshirilayotgan ishlar haqida so'z yuritdi. So'nggi yillarda mamlakatimizda mahalla, aholi va davlat organlari o'rtasida ishonchli ko'prikka aylandi. Shu bilan birga turli muammoli vaziyatga tushib qolgan insonlarni qo'llab-quvvatlash, xatoga yo'l qo'yganlarga to'g'ri yo'lni ko'rsatish xalqimizga xos ezgu qadriyat sifatida aynan mahallalarda yetillik a'zolari tomonidan amalga oshirilyapti. Uchrashuvda nazorat ostida turgan shaxslarni qo'llab-quvvatlash, ularni sog'lom hayotga qaytarish bosh maqsad ekanligini, qayta jinoyat sodir qilish esa javobgarlikni yanada og'irlashtirishi tushuntirildi. Shuningdek, mazkur jarayonda ijtimoiy profilaktika tadbirlarining o'rni, toifadagi shaxslarni qo'llab-quvvatlashdagi ahamiyati ham yetkazildi. Tadbir qatnashchilari o'z muammolari bilan mutasaddilarga yuzlandilar. Meni murojaatlarim odilona hal bo'ldi. Davolanishligimga, ijtimoiy yordam berishlari hal bo'ldi. Hammasiga rahmat. Murojaatimizni qabul qilishdi, kirib hech qanday to'siqlik yo'q. Tadbir doirasida har bir ishtirokchining murojaati sinchkovlik bilan tinglandi hamda muammolarni hal etish borasida chora-tadbirlar ishlab chiqildi. Ko'plab ishtirokchilarga o'z hayotini to'g'ri yo'lga solish uchun zarur amaliy yordam ko'rsatildi. Huquqiy maslahat va tavsiyalar berildi. Ichki ishlar boshlig'iga murojaat qildim, yordam so'radim, ish masalasi bo'yicha ijobiy hal bo'ldi. Oilamni yaxshi tiklab turib, jamiyatda ham bir foydali inson bo'lish bizning niyatimiz. Bundan tashqari, viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i mazkur tadbirda ishtirok etgan Akmal Mirahmedovning xonadonida bo'lib, turmush tarzi va yashash sharoiti bilan tanishdi. Hayotning og'ir sinovlarini totgan, adashib, jinoyat ko'chasiga kirgan va bugun o'z qilmishidan to'g'ri xulosa chiqargan Akmal Mirahmedovning o'zi yuqorida aytgandek maqsadlari yuksak. Bu kabi tadbirlar jamiyatimizda sog'lom turmush tarzini yuzaga keltirish va jinoyatchilikni jilovlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Joylarda tadbirlar davom etmoqda. Farg'ona shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasida probatsiya hisobida turgan shaxslar ishtirokida uchrashuv hamda sayyor sud o'tkazildi. Jazo turi og'irrog'iga almashtirilganlar ham bor. Jinoyatchilikni jilovlash va huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olishda profilaktik ishlar bilan birga xususan toifadagi shaxslarni nazorat qilishning ahamiyati beqiyos. Shu maqsadda viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining toifadagi shaxslarni to'liq taftishdan o'tkazish to'g'risidagi farmoyish qabul qilingan bo'lib, ushbu farmoyishda belgilangan vazifalar ijrosi doirasida ko'plab tadbirlar tashkil qilinmoqda. Farg'ona shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, probatsiya bo'limi hisobida turgan jinoyat sodir etish xavfi yuqori bo'lgan nazoratdagi shaxslar ishtirokida o'tkazilgan uchrashuv va sayyor sud ana shunday ezgu maqsadli tadbirlardan biri bo'ldi. Ushbu tadbirga probatsiya hisobida turgan 140 nafardan ziyod nazoratdagi shaxslar jalb qilindi. Sayyor sudda viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i, viloyat prokurori shaxsan qatnashib, probatsiya nazoratidagi shaxslar tomonidan qayta jinoyat va ma'muriy huquqbuzarlik sodir etilishini oldini olish masalasida ko'rilayotgan chora-tadbirlar haqida alohida to'xtalib o'tdilar. Sud majlisida Farg'ona shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish
boshqarmasi probatsiya bo'limi hisobida turib, tuzalish yo'liga o'tgan 5 nafar mahkumlar o'talmay qolgan jazo muddatlaridan shartli ravishda ozod etilgan bo'lsa, aksincha qilmishidan pushaymon bo'lmagan va jazo o'tash tartib-qoidalarini qo'pol ravishda buzib kelayotgan 3 nafar mahkumlarning jazo turi og'irrog'iga almashtirildi. Bir nafar mahkumning jazo turi ozodlikdan mahrum etish jazosiga o'zgartirilib, sud zalidan qamoqqa olindi. Bu kabi tadbirlar toifadagi shaxslarning ongi shuuri va dunyoqarashini o'zgartirishga, sog'lom hayotga qaytarishga hamda shu orqali jinoyatlarni oldini olishga xizmat qiladi. Dasturimiz davom etadi. Furqat tumanida sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi keng jamoatchilik ishtirokida muhokama qilindi. Hozir shu haqda. Furqat tumanida haydovchining xatosi bilan sodir etilgan avtohalokat afsuski ayanchli yakun topdi. Hurmatli harakat ishtirokchilari, haydovchilar unutmang, yo'l harakat qoidalariga amal qilmaslik mana shunday nihoyalanishi mumkin. Men Qo'qon tarafdan nima tarafga uyimga ketib turdim. Xo'sh, men svetofor ham yashil edi. Batdan ikkita mana damazlar orqama-ketdan kelib qolishdi. Kelib turib, oldida mashina tormoz berishdi. Baq undan olib qochaman deb baxt tormoz berishdi. Keyin mashina kutib aylanib turib, meni yo'limga o'tib ketib qolishdi. Ushbu holat Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi hamda yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi rahbariyati va keng jamoatchilik ishtirokida muhokama qilindi. Albatta, rul boshqaruviga kirishgan har bir inson avvalo o'zini va boshqalarni hayotini xavf ostiga qo'ymasligi lozim. Bu mudhish holat nafaqat Farg'ona viloyati, bu respublikani larzaga keltirdi. Texnika bu temir bu. Uzoq yil o'sha shu haydovchilik kasbida ishlaganlar ham 100% man texnikani to'liq boshqara olaman deb kafolatlanmaydi. Muhokama markazida hodisaning sabablari chuqur tahlil qilindi. Kelgusida bunday holatlar takrorlanmasligi uchun mutaxassislar takliflari, tavsiyalari tinglandi. Ishtirokchilarga bu kabi yo'l transport hodisalari ortida inson taqdiri, ularning yaqinlarini iztirobli kechmishi borligi tushuntirildi. Yo'l harakati qoidalariga amal qilsak, mana shunga o'xshagan mudhish voqealardan oldin olingan bo'ladi. Muhokama yakunida tadbir qatnashchilariga mazkur ko'ngilsiz holat saboq bo'lishi kerakligi, yo'l harakati qoidalariga doimo amal qilish lozimligi, aks holda mana shunday ayanchli hodisalar yana sodir bo'lishi mumkinligi yetkazildi. Hurmatli fuqarolar, siz tasvirda ko'rib turgan bolakayning yaqinlarini topilishida amaliy yordam so'raymiz. Diqqat e'lon! Qidiruvda ko'mak so'raymiz. Joriy yilning 24-mart kuni soat 19:00 da Beshariq tumani Qo'rg'onchi mahallasi hududidan o'tgan ariqdan erkak jinsidagi yoshi taxminan 2 yoshlarda bo'lgan tan jarohatlarsiz murda topilgan. Egnida yozuvli futbol va basketbol to'plari rasmi tushirilgan. Sarg'ish jigarrang jemfer, oyog'ida jigarrang paypoqlari bo'lgan. Ushbu shaxs noma'lum murda haqida biror bir ma'lumotga ega bo'lganlar yaqin oradagi ichki ishlar organlariga yoki 102 qisqa raqamiga qo'ng'iroq qilib xabar berishlari so'raladi. Hurmatli fuqarolar, yo'l harakati qoidalariga amal qiling. Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi axborot xizmati aholiga murojaat bilan chiqdi. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar va viloyatimiz aholisi. Bugungi yo'llardagi vaziyat, sodir bo'layotgan yo'l transport hodisalari sabab siz harakat ishtirokchilariga murojaat qilyapmiz. Chunki haydovchilarning yo'l harakati qoidalariga, belgilangan tezlikka, svetofor ishoralariga va yo'l belgilariga amal qilmasligi, ayniqsa yetarlicha uxlamagan haydovchi avtomobil boshqarishi ko'plab ko'ngilsiz holatlarga sabab bo'lmoqda. Shuning uchun hurmatli fuqarolar, kun davomida yetarlicha dam olmay, uyqusizlik holatida avtomobil boshqarmang. Aks holda o'zingiz va o'zgalar hayotini xavf ostida qoldirasiz. Eng avvalo yo'lga chiqishdan oldin yetarlicha dam oling. Shuningdek, yo'l davomida o'zingizda charchoq sezsangiz, darhol avtomobilni to'xtating va dam oling. Yana bir holatga to'xtalib o'tmoqchiman. Ayni paytda mavsumiy yog'ingarchiliklar kuzatilmoqda. Yog'ingarchilik bo'lgan vaqtda yo'llarda ko'lmaklar hosil bo'ladi. Qolaversa, ko'rish masofasining qisqarishi haydovchining oldindagi xavfni ko'rmay qolishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun bunday sharoitda belgilangan tezlikka amal qilishingizni, oraliq masofani saqlashingizni so'rab qolamiz. Yana bir holat, piyodalarning yo'lning istalgan qismidan kesib o'tishi, qatnov qismida harakatlanishi o'z hayotlarini xavf ostiga qo'ymoqda. Ayniqsa tungi vaqtda mana shunday harakatlangan piyodalarni urib ketish holatlari ko'p bo'lmoqda.
Hurmatli fuqarolar, yo'lni kesib o'tayotgan vaqtda, ayniqsa tungi vaqtlarda qoidalarga amal qilishingiz hayotingizni saqlab qoladi. Unutmang, sizning noto'g'ri qaroringiz inson hayoti va uning salomatligini yo'qotishiga olib kelishi mumkin. Ogoh bo'ling. Hurmatli teletomoshabinlar, siz ortda qolgan daqiqalarda Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmatining Farg'ona vaziyat 24 informatsion dasturini tomosha qildingiz. Dasturlarimizni kuzatishda davom eting. Hozircha xayr, salomat bo'ling.